Assalomu alaykum azizlar. Mana xudo xolasa bensinkamizni kommunalga oldik. Nihoyat. Azizlar, bu bensinkamizni birinchi qilganimizdan keyin rangi biroz egalariga yoqmay qolgani uchun dizayndan chiqib ketganmiz. Shuni hisobiga boshqatdan rangini o'zgartirdik. Bitta ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa bunisi ham chiroyli chiqdi. Sizga qaysi rang yoqdi? Buni oldin qizil qo'yganmiz. Agar qizil yoqqan bo'lsa, like bosib, agar shuni ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga yozib o'tasizlar. Mana tugatdik xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, inshaalloh murojaat qila olasizlar. Xizmat qilamiz inshaalloh. Chiroyli. Lekin to'yxonamizda nomi yoziladi, brend yoziladi. Qanaqa nima yozilgan bo'lsa, shunaqa brend yozilib bo'ladi. O'rtaga ichiga podsetka bilan juda chiroyli ko'rinish beradi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.